Man Mahkam va Ro'ziya Islomjonovna, bolalar allergologiman va bu sohada 6 yildan oshiq tajribaga egaman. Har yili chet el davlatlarida malaka oshirib, u yoqda olayotgan bilimlarimni o'zimizni bolajonlarimiz bilan bo'lishib, ularni davolashda o'z hissamni qo'shib kelyapman. Hozirgi kunda Ezgu niyat klinikasida qabul qilyapman. Agar sizni farzandingizda ham allergik kasalliklar, allergik simptomlar bo'layotgan bo'lsa, albatta qabulimga olib kelsanglar bo'ladi. Asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, bugun sizlarga allergiya o'zi nima, u qayerdan kelib chiqadi, nima uchun, immunitetmi, boshqa omillarmi, ya'ni farzandingizda allergik kasalliklarning rivojlanishida aynan nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida gaplashamiz. Allergiya o'zi bu immun sistemamizni allergenlarga nisbatan noto'g'ri reaksiyasi hisoblanadi. Misol uchun, menga odatiy bo'lgan allergen yoki mani farzandim uchun odatiy bo'lgan allergen sizni farzandingiz uchun allergen bo'lishi mumkin. Ya'ni kasallik keltirib chiqaruvchi. Mani farzandim sut oqsillariga reaksiya bermaydi. Lekin nima uchun sizni farzandingizda bu allergik jarayon, ya'ni sut oqsiliga allergiya vujudga kelgan? Buni sababi hammasi immun tizimini ma'lum bir oqsillarga nisbatan noto'g'ri reaksiyasi hisoblanadi. Bir tomondan xavfsiz bo'lgan oqsillarga immunitet shunchaki noto'g'ri reaksiya ko'rsatgani uchun, bu oqsilni noto'g'ri ko'rinishda tanib olgani uchun unga javob reaksiyasi beradi. Bu degani immunitet pastligi uchun allergiya yuzaga keladi degani emas. Shunchaki immunitetni noadekvat, noto'g'ri ishlashi hisoblanadi. Ko'pincha bu holat farzandimni immuniteti pastligi uchun deb o'ylashadi, lekin bu shunchaki immunitetni noto'g'ri ishlashidan kelib chiqadi. Allergen o'zi nima? Allergen oqsil, shunchaki oqsil strukturaga ega bo'lgan bir zarracha modda deb hisoblaydigan bo'lsak, allergenlar har xil bo'lishi mumkin. U oziq mahsulotlarini tarkibidagi oqsil bo'lishi mumkin. Havodagi har xil zarrachalar, misol uchun uy changi yoki zamburug'lar, nafas olayotgan havoyimiz bilan organizmga, nafas yo'llarimizga kirayotgan har xil zarrachalar, moddalar, bularni hammasi allergen deb ataladi. Endi allergen nimaligini bilib oldik. Demak, bu oqsil. Oqsil organizmga kirdi, immun hujayralarimiz bu oqsilni raspoznavать qilishi, ya'ni tanishishni boshlaydi. Tanishayotganda agar bu oqsil zarrachasi men uchun notanish ekan degan xulosaga kelsa, immun hujayralarimiz unga nisbatan hujumga o'tishni boshlaydi va bu hujum natijasida organizmda vaspaleniya yuzaga keladi. Vaspalительный protsesslar, uni oqibatida allergiyani belgilari yuzaga kelishi mumkin. Allergiyani simptomlari, belgilari har xil bo'lishi mumkin. Aynan qaysi tizimda allergik jarayon bo'layotganiga qarab. Allergik jarayon oshqozon ichida bo'lishi mumkin. Allergik jarayon nafas tizimida bo'lishi mumkin. Allergik jarayon ko'z, burun sohalarida bo'lishi mumkin yoki ko'pchiligimiz o'zi aniq biladigan teri allergik kasalliklari ham bo'lishi mumkin. Endi allergik kasalliklarni qanaqa turlari borligini aytib beraman. Demak, eng oddiylaridan boshlaydigan bo'lsak, bu yuqori nafas tizimi allergik kasalliklari hisoblanadi. Ko'pchilik sezgan, balki o'zida, balki farzandida bahor kelishi bilan aksirib, ko'zlari yoshlanib, ya'ni mavsumiy allergiya belgilari yuzaga keladi, to'g'rimi? Demak, bu jarayon yuqori nafas yo'llarini allergik kasalligi, allergik rinit deyiladi. Bu holatda biz nafas olayotgan havoyimiz tarkibida shu mavsumda gullab turgan o'simliklarni changi bo'ladi va bu chang o'simliklarni changi nafas yo'llarimizga havo bilan birga kirganida yuqori nafas yo'llarimizdagi immunitet hujayralari ana shu changga nisbatan javob reaksiya berishni boshlaydi. Natijada burun oqadi, bitadi, ko'zlar yoshlanadi, qizaradi va hokazo. Keyingisi bu pastki nafas yo'llari allergik jarayonlari. Ko'p
aytaman, priyomlarimda ham patsientlarimga har doim aytaman, agar bolangizda yoki o'zingizda allergicheskiy rinit boshlangan bo'lsa, bu degani kelajakda bir necha yillardan keyin pastki nafas yo'llarida ham allergik jarayonlar bo'lishi mumkin degani. Nimaga? Chunki slizistiylarimiz, ya'ni shilliq qavatlarimiz butun nafas yo'llari bo'ylab bir xil strukturaga ega. Allergik jarayon tepada boshlandimi, demak allergik jarayon yillar davomida rivojlanib, kuchayib, pastki nafas yo'llariga ham tushishi mumkin degan. Natijada allergicheskiy bronxit, bronxialniy astma kasalliklari ham kelib chiqishi mumkin. Bu shunchaki ehtimol. Allergicheskiy riniti bor bo'lgan bola 100% kelajakda astma bo'ladi degani emas. Shunchaki bu holatga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Allergicheskiy riniti bor edi, 3-4 yil rinit bilan yurdi, bu yildan endi yo'tal boshlandi degan xabarni o'zi bizaga demak allergik jarayon pastga tushyapti degan narsani bildiradi. Shuning uchun doim allergiya bo'lyaptimi mavsumda обязательно simptomlarini nazorat qilishni bilishimiz kerak. Yana ko'p onalarni adashadigan joyi bor, allergik yo'tal. Allergik yo'tal, allergicheskiy yo'tal bo'lib qoldi deb kelishadi. Bolalarim, unaqa narsa yo'q. Allergicheskiy yo'tal degan kasallikni terminni o'zi umuman mavjud emas. Yo'tal organizmni o'zi kompensatorniy himoya mexanizmi hisoblanadi. Yo'tal organizmga kirayotgan yot moddalarni chiqarib tashlash uchun yoki balg'am ko'p miqdorda hosil bo'lgan bo'lsa, uni nafas yo'llaridan tozalab chiqarish uchun tabiat tomonidan bizaga inson organizmiga berilgan mexanizm hisoblanadi va bu har doim ham xavfli emas. Ba'zi yo'tal turlari nabarot foydali bo'ladi. Misol uchun balg'am ko'p, uni bola откашлять qilish kerak, ya'ni yo'talib chiqarib tashlash kerak. Lekin biz nima qilamiz? Bolam yo'talishni boshladi, voy dod deymiz-da, srazu unga yo'tal to'xtatadigan dorilar berishni boshlaymiz. Natijada nima bo'ladi? Balg'am qolib ketadi organizmda. Biz esa yo'talni podavlять qilyapmiz, bosib qo'yamiz, yo'talmagin yo'q deymiz. Himoya mexanizmini rivojlanishiga to'sqinlik qilib turibmiz. Natijada balg'am organizmda qolib ketyapti va keyinchalik shu surunkali yallig'lanish prosesslarini yana ham kuchayishiga sababchi bo'lib qolyapmiz. Shuning uchun albatta yo'talni turidan kelib chiqib lecheniya beramiz. Xo'p, ozgina nafas yo'llari allergik kasalliklar haqida gaplashdik. Endi allergik kasalliklarning boshqa turlari haqida gapirib beraman. Shunchaki boshlanishiga ozginadan hammasi haqida ma'lumot berib ketyapman. Nafas yo'llari allergik kasalliklarini ko'rib chiqdik. Endi teri allergik kasalliklariga o'tamiz. Teri ham allergenlarga nisbatan javob reaksiyasini berish xususiyatiga ega. Bu kasalliklardan birinchisi Instagram videolarimda ham ko'p ko'rgansizlar, atopicheskiy dermatit. Atopik dermatit bu terini quruqlikka moyilligi, nasli bo'ladi ko'pincha. Terida geneticheskiy terini himoyalovchi qatlam, uni namlantirishiga javob beradigan oqsil yetishmovchiligini hisobiga, filagrin oqsilini yetishmaganligini hisobiga teri bolada quruqlikka moyil bo'ladi. Doimiy qurib turgan teri bo'lsa, allergenlarga, turli xil tashqi muhit omillariga ham juda ham uyuzvimiy, ya'ni moyil bo'lib qoladi. Har xil tashqi muhit omillari kelib teriga reaksiya berishi mumkin yoki ichki muhit o'zgarishi ham organizmda bo'layotgan jarayonlar ham teriga yomon ta'sir qilishi mumkin. Bu atopik dermatit. Endi atopicheskiy dermatit doim ham allergiyani bitta ko'rsatkichi bo'lmaydi. Ya'ni atopik dermatit ba'zi holatlarda allergik bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin ko'pincha bu allergik emas, shunchaki teridagi nasliy moyillik sifatida yuzaga keladi. Endi atopik dermatitda qachon allergiya bilan birga kelayotganini farqlashimiz mumkin. Qachonki farzandingiz yegan mahsulotlari bilan teridagi o'zgarishlar uzviy bog'liq bo'lsa.
Misol uchun ba'zilar aytadi, bolam har xil mahsulotlarni yesa yemasa terisi shu holatda, parhez kuchli qilsak ham baribir terisi yomon holatda deyishadi. Bu holatda atopicheskiy dermatitni allergiya bilan birga kelmagan holatini ko'rib chiqishimiz ham mumkin. Lekin ba'zi bolalarda atopik dermatit aynan pishvoy, ya'ni oziq mahsulotlariga bo'lgan allergiya bilan keladi. Bunaqa holatlar ko'pincha sigir suti oqsiliga bo'lgan pishvoy allergiya bilan ko'proq uchraydi. Aynan chaqaloqlarda, bolalarni 1 yoshgacha bo'lgan возрастida ko'p uchraydi. Va aynan sigir suti oqsiliga bo'lgan allergiya faqat terida emas, oshqozon-ichak sistemasida ham vоспалительный proseslarni kelib chiqishi bilan bog'langan bo'ladi. Bolani ko'p ichib ketishi yoki bolani ichi doimiy qotishi, bola doim bezovtaligi, bolaga yaxshi smes подбор qilina olmasligi, bolani ichi skrytый kровь deymiz, ana shu skrytый kровь bo'lishi kalviy massalada yoki bolani yaxshi ves yig'masligi, bularni hammasi skrytый allergik kasallik bo'lishi mumkin. Allergichеская enteropatiya deymiz. Bu holatda ham aynan allergenni aniqlashimiz kerak. Va agar farzandingizda 1 yoshgacha shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bilingki, bu aynan sigir suti oqsiliga bo'lgan allergiya bilan birga bog'liq bo'ladi. Allergik kasalliklarni boshqa turlari ham bor. Umuman olganda har qanaqa organizmga tashqaridan kirayotgan yot moddalar allergiya keltirib chiqarishi mumkin, shakardan tashqari. Ya'ni agar mahsulot oqsil tabiatga ega bo'lsa, immunitet uni считывать qiladi, ya'ni informatsiya o'qishni boshlaydi bu oqsil haqida. Agar bu oqsillar oldin tanimagan bo'lsa, unga nisbatan javob reaksiyasi berishi mumkin. Aynan oqsil tabiatga ega bo'lgan moddalar allergik jarayonlarni keltirib chiqarishi mumkin. Dori vositalari ham allergik kasalliklarni, allergik jarayonlarni, reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Undan tashqari ayrim oziq mahsulotlari kuchli allergik jarayonlarni, reaksiyalarni berishi mumkin. Misol uchun отек kvinki, anafilaksichеский shok yoki krapivnitsa, qavarchiqlar, bu holatlarni hammasi allergik jarayonlar hisoblanadi. Lekin har qaysi mahsulot ham organizmga tushgandan keyin aynan allergiyani keltirib chiqaradi deya olmaymiz. Ba'zi holatlarda psevdoallergik jarayonlar yuzaga kelishi mumkin. Agar sizni farzandingiz bitta mahsulotni ko'p yeb qo'yganda faqatgina narsa toshsa, yo'talib qolsa va hokazo allergik jarayon kelib chiqayotgan bo'lsa, bu psevdoallergicheskiy reaksiya deyiladi, ya'ni gistamin liberatsiyani hisobiga. Misol uchun bitta o'tirishda qulupnayni yoki apelsinni, sitrus meva, boshqa bir mahsulotlarni ko'p yeb qo'yganda reaksiya bo'ladi, lekin xuddi shu mahsulotni oz-ozdan yeb yursa hech qanaqa allergiya bo'lmaydi. Bu nima bilan bog'liq? Bu o'sha yegan mahsuloti bilan birga organizmga kirgan gistamin moddasini uroveni bilan, miqdori bilan bog'liq. Agar shu gistamin ko'payib ketsa, allergik jarayon bo'ladi, psevdoallergicheskiy jarayon bo'ladi. Agar shu mahsulotni oz-ozdan yeb yursa-yu allergiya bo'lmasa, bu истинный allergicheskiy jarayon emas, psevdoallergicheskiy jarayon bo'ladi. Lekin agar xuddi shu mahsulotni, misol uchun yong'oq mahsulotlarini ozgina yeb qo'ysa ham tomog'i qichishib, ishib, narsa toshadigan bo'lsa, hattoki o'sha mahsulotni hidiga ham aksirib, yo'talib qoladigan bo'lsa, bu asl allergik jarayon bo'ladi. Bu narsalarni ham doim farqlab yurish kerak. Va bu farqlash jarayonlari allergicheskiy tashxisni to'g'ri qo'yishga, to'g'ri lecheniyani taktikasini berishga shifokorga katta yordam beradi. Men oldimga ko'pincha diyetalardan, bolasiga kuchli diyeta qovurishdan to'yib ketgan mamashalar kelishadi. Nima bersam ham allergiya bo'lyapti, nima bilan boqishni bilmayapman deb ko'p murojaatlar bo'lgan. Shular haqida aytib bermoqchiman. Bitta patsientim judayam psixologicheskiy подавленный bo'lib kelganlar, o'sha qatdan najot
kutishni bilmasdan, nima qilishni bilmasdan, bolam даже kun davomida prosta guruch suvini, prosta qaynatilgan tam har xil sabzavotlarni yesa ham yo'tali qolmayapti. Boshqa doktorlarga borsak, kuchli dieta deydi-yu, lekin mana dieta natijasi hech narsa bo'lmayapti, nima qilaylik deb kelganlar ham bo'lgan. Va diagnostika o'tkazganimizdan keyin shuni bilganmizki, bolada hech qaysi mahsulotlarga, oziq mahsulotlariga asl allergiyasi bo'lmagan. Bekorga bolani shuncha yil dietalar bilan qiynab yurgan bo'lganlar. Allergiyani keltirib chiqarayotgan sabab bo'lsa havoda bo'lgan. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Bilmasdan turib, allergiyani keltirib chiqarayotgan faktorni aniqlamasdan turib dietaga o'tkazib qo'yishadi bolani, lekin allergen havoda bo'ladi. Qanchalik kuchli dieta qilavermay nafas oladi-ku bolangiz. Nafas olganda havo bilan o'sha allergen kiraveradi, jarayon jadallashaveradi. Siz bu yerda men dieta qilyapman, lecheniyadan effekt ko'rmayapman deb yuraverasiz. Вот o'sha patsientimda allergiyani keltirib chiqarayotgan sabab omil havodagi zamburug'lar bo'lgan. Afsuski ko'p qavatli uyda yashaydigan patsient bo'lganlar va bolasidagi shu proseslarni boshlanishidan oldin, ya'ni doimiy yo'tal qiynashdan oldin, bir necha yil oldin uylarini qo'shnilari suv o'tkazib yuborgan bo'lgan, potop bo'lgan, uylarida tepa etajdan suv oqqan, natijasida bo'ylari ko'chib, bo'ylarning orqasida plesing, ya'ni zamburug', mog'or zamburug'lari ko'paygan bo'lgan. Bu narsaga borib ko'nikib qolishgan. Undan tashqari uylari balkonli tartsevoy bo'lgan ekan. Tartsevoy balkonli uylarda bilasizlar, xolismi, xolamismi, namli yuqori bo'ladi, zamburug'lar ko'payadi. Natijada bolani nafas yo'llariga ana o'sha zamburug'lar o'zidan chiqarayotgan allergenlar bolani nafas yo'llariga allergicheskiy reaksiyalar keltirib chiqarayotgan bo'lgan. U narsaga emas, e'tibori urg'uni shu narsaga emas, bolani dietasiga qarataverishgan. Natijada bolani o'zida ham раздражительность, bola juda ham psixologически agressivniy bo'lib qolgan. Nimaga? Chunki doimiy cheklovlarda yashayvergan bola. Ko'p kuzatamiz shunaqa narsani ham. Bolaga senga bu mumkin emas, yo'q yema deb urishaveradi oyisi. Natijada bola yoki ko'chada bekitib yeyishni boshlaydi, yoki nimaga menda shunaqa, nimaga hamma yeyapti, menga mumkin emas degan psixologicheskiy o'zini bir boshqalardan kam ko'rish problemalari boshlanib qolyapti. Vaholanki asl sabab o'sha uylaridagi muhitda, uylaridagi ko'payayotgan zamburug'larda bo'lgan. Nima qildik bu bolaga? Sekin astalik bilan nafas yo'llariga to'g'ri lecheniya berdik. Uydagi allergenlardan butunlay tozaladik. Birinchi maslahatim, bolangizni vaqtinchalik yoki bu dadasinikiga jo'natib yuboring. Plesing yo'q joyga, yo'q uyda yashasin biroz muddat. Bolangiz ketganda uyingizda kosmeticheskiy remont qilib oling. O'sha mog'or bosgan, zaxlagan joylaringizni hammasini remont qiling deganman. Undan keyin uyingizga olib keling deganman. Xuddi shunaqa qilishgan. Bolani remontli uyga уже olib kirishganda haqiqatdan allergicheskiy simptomlari ancha kamaygan. Menga olib kelgan paytligizda уже bolada xrip, bo'g'ilishlar boshlangan bo'lgan. Va yaxshi diagnostika o'tkazganimizni, yaxshi lecheniya berilgani hisobiga bola bugungi kunda ancha sog'lom, allergicheskiy simptomlari butunlay yo'q desam ham bo'ladi. Bola bemalol har qanaqa mahsulotni yeya oladi. Sitrus meva bo'ladimi, shirinliklar bo'ladimi, yesa yo'talib qolmaydi. Chunki biz allergiyani keltirib chiqarayotgan asl sababni bartaraf qildik. Undan tashqari kelajakda yana boshqa joylardagi o'sha zamburug'lar bilan bolani organizmi to'qnash kelganda yana shu proseslar boshlanib ketmasligi uchun vaksinatsiya usuli, ya'ni allergen spesifik immunoterapiya deyiladi. Ana shu allergiyaga qarshi vaksina qilishni ham boshladik va bugungi kunda bu bolamiz vaksinasini doimiy olib, bemalol har qanaqa mahsulotlarni yeb, tengdoshlaridan kam bo'lmagan baxtli bolaligini kechirib kelyapti.
sizlarga gapirib bergan кейsim, holatim agar sizga ham tanish bo'lsa, sizni farzandingiz ham doimiy diyetidan charchagan bo'lsa, diyeta qilsanglar ham o'zgarish bo'lmayotgan bo'lsa, albatta allergenni aniqlashga e'tiboringizni qarating. Mani qabulimga olib kelsangiz, sizga to'g'ri yo'nalish, to'g'ri diagnostika va isbotlangan meditsina tomonidan berilgan lecheniyani taklif etaman. Qabulimga Ezgu Niyat klinikasiga telefon qilib yozilishinglar mumkin. Agar qabulimga kelmoqchi bo'lsangiz, Ezgu Niyat klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Shu klinikada dushanba kundan shanba kunigacha priyom qilaman va qabulimga mana shu telefon raqamlari orqali yozilib kelishinglar mumkin. Instagram va Telegram sahifalarimni ham ko'rsatib qo'yaman. Albatta obuna bo'lib olinglar. Juda ham foydali bo'lgan ma'lumotlarni uzluksiz berib boraman. Bundan keyingi videoda bolalarda ko'p uchraydigan teri kasalligi atopik dermatit haqida gaplashamiz. Uni qanaqa qilib lecheniya qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida to'liq ma'lumot beraman. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying.